Mana baliqlarimiz. Sazan. Yarim kilo chiqadi, yarim kilodan oshiqroq. Ichkarida ham kichikroqlar bor, ularni qo'yib yuboramiz. Hozircha ochilish kuniga bu qalmoq sudrashni qat. Mana. Do'stim o'ynashyapti. Mana. Hop, natijalar mana. Natijalar ko'ringlar mana. Hozir tashuvni qalmoqdi mana. Mana akalar, natijalar. Mana siraz mana natija bo'ldi mana. Bu mayda ekan. Bularni qo'yib yuborish kerak. Chunki ovchilar faqat katta baliq olinadi. Mayda baliq o'zlaring bilasizlar, vijdonlaring yo'q bo'lmaydi. Uvolda bu baliqlar. Mana olib qo'yib yuboramiz mana. Mana ko'ringlar, yemishda chuvachanga olyapti mana. Chuvachanga olyapti, sudrashini qaranglar. Bu baliqda kayfi mashinada qalmoqni sudraganda kayfi zo'r bo'ladi. Yana tashlaymiz mana qalmoqni. Tashlaymiz mana joylashtiramiz. Joylar tasavvur ekan. Keldi o'zi balig'i. Do'stim, sizingizdan sog'lom yaxshimi? Mana endi sharoitlarni tushuntiramiz. Mana egasi shu aka, shu yerda fermer xo'jaligi. Endi Kelavringlar bemalol. sharoitlarni, summalarini aytib bersiz, qanaqa baliqlar bor bu yerda? Uni bola hal qiladi. Ana Hamidullo hal qiladi. Ha, Hamidullo o'zingmi? Assalomu alaykum. Aziz baliqchilar. 8 dan 5 gacha 50 ming so'm to'lovlari. Agar xarajat bo'lsa, ovqat yeb hamma sharoit bor. Sharoitlar bor ekan. Daraxtlarni ko'rsatmani, daraxtlar. Salqin sharoit bor. Mana shashlik qilib o'tiradiganlar bo'lsa, mana oshna og'aynilar, ulfatlar keladigan bo'lsa, mana ro'zalarimiz chiqib oldi, hayitlarimiz ham mana xudo xolasa ertaga chiqib ketadi hayitlarimiz ham. Bitta odamga 2 tadan qalmoqqa ruxsat. Bitta odamga 2 tadan qalmoqqa ruxsat, baliq xohlagancha tushaveradi. Amur, sazan bor. Oq baliq ham bor ekani. Oq baliq ovchilar biladi, baliq qalmoqqa qaramaydi oq baliq. Sazan bilan amur bor. Mana sharoitlar ikki tomonlama o'tirsanglar bo'ladi mana. Manda qarasa bo'lmaydi aytib. G'ilobotchilik bo'lmaydi bu yerda. Xohlagan yemishlaringga tushaverasizlar. Kelib joylashaverasizlar. Biz hozir mana 1-2 soat natija qilib ko'ramiz. Natijalar mana ko'ryapsizlar. Qalmoq tashab turib, telefonning kamerasini yoqishimga o'zi sudrab ketdi bitta. Baliqlar kunda to'kiladimi? Kunda to'kamiz. Hamid, qayerga ketding? Bu yerda boshqaruvchisan bo'lsang. Kunda necha kilo to'kib berasan? Kuniga 100 kilogacha harakat qilamiz. 50 kilodan 100 kilogacha harakat qilamiz. O'zi batta o'zida bir 2 tonnadan ortiq balig'imiz bor. Nesni balig'i? Yoqsiz baliq ekan. Hozir ushlab ko'rdik. Yoqsiz baliq ekan haqiqatdan. 2 tonnadan ortiq baliq bor. Bog'lasa ushlagan odam bir 20 ta, 15 ta ham ushyapti. Shunga qara mana. O'zing ham tashlading, ko'rding baliq. Hozir tashashimiz sira sudrab ketdi. Bugun chisla necha? Bugun 31-a? 31. Mana hozir yana sudrashni boshlanadi. 31-marta xudo xolasa kelaverasizlar. Ular mana xudo xolasa qiziqarli bo'ladi bundan. No'shlarimiz ham bormi, yo'qmi? Yo'q, faqat hozirgacha kunduzgi. Endi sharoitga qaraymiz, no'shni ham ochishga harakat qilib ko'ramiz. Men asosiy ko'p odamlar ishda bo'ladi-da. Bir kelishsin, bir ko'rishsin. Kelib ko'ringlar mana hozir. Kamerani o'chirmay turamiz. Yana bir natijalar qilib ko'ramiz hozir mana. Shuradaga qalay bo'lyapti aka? Shuradaga gapirib turasiz a? Yaxshi bo'ldi. Mana men keldim bir pas ichida shu 20 minut bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasam 20 minutdan bo'lgan 3 ta oldim, bitta katta qochirib yubordim. Kattani olaman. Menga telefon qilganingizda chiqdi deyapti o'zingiz. Kattani hozir kattani olib telefon qilaman dedi. Yozamonda ketyapti deysiz o'shanda. Bitta kattani qochirib yubordim. Tushib ketdi, kattani ola olmay qoldim. Bitta serob, men o'zi eskidan bitta fermer oshnam bo'ladi, o'rtog'im bo'ladi. Qolagan paytda chaqiradi, kelaman. Shu 5-6 kilo, 3-4 kilo bitta desa bitta ushab beraman, ketaman. Bu yerda baliq zo'r baliq. Mana ilgari kuni ham baliq tashagan ekan. O'zi meni hovuzning ichida o'zi o'shancha baliq bor bu yerda. Ba'da baliq. Bu yerda baliq ko'p, ancha yildan beri baliq bu yerda o'zi yaxshi chiqadi. 5 yillik? Bitta 10 kiloga do sazanlar bor ekan bu yerda.
bitta 10 kilodan ortiqroq sazan bor, bitta ikkita amur bor kelgan. Ular 8 kilodan ortiq. Ularga mumkin emas. Ular qoladi zakinda. 2 dona qoladi shu. Kattasi. Ha, o'sha Zakinni ko'rkida bu. ikkita kattasi bor, o'shalarni kim ishasa tashab o'rniga tashlaydi yana qaytarib. Joy ilashib, bunaqa qilib sharoit vaqti buda. Tayida hasha-pasha yo'q. Katta baliq chiqib qolsa, aytganda u ovchilar ushlaganini olib ketaman dedi. Misol, o'sha katta baliqni o'rniga yo besplatniy qilib berasanmi, yo biranta baliq. Biranta baliq olaveradi-da, sabab ikkita yaxshi bir zakinni ko'rki bir 10 yil bo'ldi-da u baliqlarga. Qolganlari Yemishini bitta ko'rib qo'yaylik, hozircha sudrab qo'yib yubordi-da. Ha. Hali katta kiloli baliqlarni aytib qo'ying ekan, 11 kiloli, 8 kiloli. Mana shu 11 kiloli, 8 kiloli, ikkita 3ta bor. U zakinni ko'rki. O'shani kim ishasa, bergan 50 mingni qaytarib beriladi qo'yib. Ha. Bergan o'sha 50 ming pulini qaytarib beriladi. O'sha katta baliq kim ishasa. Ha, siz qaytarib qo'yib bo'lmas yana. Yo, bir marta ilingan baliq qaytarilmaydi. Boshqa joylarga ham tashab ko'ryapmiz. Nima yoki ayta natija bo'ldi-da. Biriga ko'llarda aytilyaptiki, o'rtada chiqyapti, ikkala chekara chiqmayapti, deyishyapti. Shuning sababiga hozir aytib ushlab ko'rdim, chiqdi. Endi batga ko'chib ko'rdim. Men batga ham natijalar ko'ramiz hozir. Xudo xolasa chiqishi mumkin. Nimaki zo'r borana. Hamid qancha bir 200 metr keladi uzunligi? Ha, 200 metrda to'la baliq aytdi, kamida 5 tonna baliq bor deyapti. Eng kattasi 12 kilogada sazan bor deyapti. Ikkita gigant baliq bor ekan. Shuni ushlagan odamga bu baliq qo'yib yuboriladi. O'sha kuni to'lagan puli qaytib beriladigan bo'lyapti. Kelaverasizlar. Lakasalarni Telegram gruppamizga qoldiramiz. Farg'ona Fisherman yozsanglar, Telegram gruppalarimiz bor. Kirsanglar, lakasalar hamma joylashtiriladi. Hozircha turaylikchi, natijalar bilamiz. Hozircha videoda pauza qilib turamiz. Video davomida hozir do'stim bitta sazan ushladi, kichkina ekan, qo'yib yubordik. Yana bitta ushladik. 1,5 kiloga yaqin, uni setga solib qo'ydik. Tak pachon tursin. Bittasi 1,5 kiloli ushlaganmiz, qo'yib yubordik. Endi to'g'risi 1,5 kiloli baliqlarni men ham olmayman-da. Karas bo'lsa ekan, olsanglar to'g'ri keladi. To'g'rimi do'stim? Sazanchi katta bo'ladigan baliqda karaslar uncha katta bo'lmaydi-yu. Karas shirin baliq, u kichkinasini ham misol yosh bolalarga pishirib bersa ham tiqilib qolmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Mazza qilib yeydi, shirin baliqda karas. Sazanni qo'yib yuborish kerak o'zi maydalarni. Bir xil yo'lchilar bor, 1,5 kilolilarni ham oladi. To'g'ri, o'zimiz ham olib yurganmiz paytida. Lekin aqlimiz yetib qo'ygandan keyin olmay qo'ydik. Yana do'stimnikidan, menikidan hozircha jimchit. Hali endi 2 marta tashashimga oldimi? Ikkala qalmadi ham. 1 minut ham bo'lmadi. Xudo xolasa hozir kuzatib turishlar, do'stim bilan bugun dam olgani o'z Selinniga ketayotgandik. Yo'lda telefon olib qolgan, ko'l ochilyapti, obzorini qilib berasiz deyishdi. Yana qaytib keldik. O'zimiz qishloqda ekan mana. Mana xudo olsa yana yangilik bo'ladi. Xudo xolasa tortyapti mana. Tortdimi? Tortyapti. Yana bitta sheriklarimiz naryoqda o'tirishibdi. Bo'p qolsa ularga ham borib ko'ramiz. Asalaricha tevasi loyiqaroq qolibdi. Shu loyiqalar tayida kattalari ham ular. Olasi natija bo'lib qoladi. O, tortyaptimi? Tortyapti. O'sha o'rganib oldinglar, qanot tortgani tortishda. Do'stim yangida. Biz shopirlarga yangilikda. Ha, bu ham qiziqib do'stim kanallarni kuzatib yurar ekan. Do'stim meni ham olib chiq deganiga bugun sherik bo'lib chiqdi. Ammo bitta ushadi. Xudo xolasa yaxshi ekan. Mana ko'lni maqtashdi, mana kelib ko'rdi, haqiqatan maqtagancha bor ekanman. Yaxshi. Har minutda ham chiqaversa ham bo'lmaydi, odam baliq shu zerikadi. Tortakani qalmadi qimirlatma do'stim. Qo'lingni ushlab olasan-ku. Yurak urishingdan baliq sezadi-da, u ana sudrayapti.
sazanlar bolalabdi-da. Hozir mana video boringizda mana hozir ko'rib mana olib turibsiz. Agar hozir chiqsa mana o'zing guvoh ham bo'lasizlar mana hozir. Kuzatib turibmiz hozir pokda. Ama cho'lchani tashladik. Do'stim, men qalmog'im olsam nariyoqqa tashlab qo'yaymikin, nariyalardan ham ko'raychi, ha? Mayli, yangilik. Tashlagan joyingizdan barib olyapti. Do'stim, iloji bo'lsa shu qalmog'ingizga qo'yib turing-da. Bitta qo'lda uchuqur joyda eplash qiyin-da. Orqa kamerani tashlab. Ko'p joyda ko'llarda ayta chiqyapti, bayta chiqyapti, chiqyapti. Hozir anetdan bitta tushadi, aytdan bitta tushadi. Bitta ushlaganimiz yo'q. Mana boshqa joyga tashlab ko'ramiz. Nima deysan? Uyda taksiz qo'yamiz-ku ko'llarga. To'g'rimi do'stlar? Albatta. Siz bilasizlar mana. Ushalmaganlar g'irrom qiladi-da. Aytdi ekan baliq, baytdi ekan baliq deydi. O'shaning uchun har qayerga tashlab ko'rsatib beramiz. Mana hozir yangi joyga tashladi do'stim ham. Mana tashladik, hozir bilamiz. Baliq faqat mesli baliq. Qarey chavaqligida boshlangan. Juda kattalari bor. 5 yillik baliq bo'lsa, ushlab 5-6 ta 10 kilolik baliqlar qopti. O'shaning odamga video davomida aytib o'tdim. Puli qaytib beriladi. O'sha 50 ming so'm kelgan kunida besplatni o'sha baliqni qo'yib yuboradi. Bu baliq o'zi mesli baliq ekan. Baliqlar hamma podani ligrovchi bo'ladi-yu, balki baliqdan ligrovchi o'sha baliq ekan. Tabiiy chekroq tashlab ko'raylik-chi. Ha. Chuqurimiz 1 metrdan 2 metrga doğru boragan chuqurli joylari. 1 metr qilib tashladim, to'kim oqyapti. Ko'ramiz hozir yana. Suv yangi, mana baqaton bo'lmagan zo'rda, zo'rlar top-toza. Ne zo'rlar top-toza, boshqa joylarda ilashib netib qamich bo'ladi, o'tin bo'lib ketadi, teraklar tomiri bo'lib ketadi, keyin baqaton bosib ketadi. O'shana bo'lib ketadi-da, ko'p zo'rlar. Mana o'vchilar borib, zo'r top-toza bo'lsa, qalmog'i ilashmasa, ko'yni xira bo'lmaydi-da. Biz o'vchilarga qancha sharoit qilib bersang, ayb topaveradi. Bizlar tushunmagan odam ayb qidiradi. Tushungan odam u zo'r ekan. Bu haqiqat.
Tarmoq tashlab olaylik. Mana tashladik. Hozir ko'ramiz. Do'stim endi qalmog'iga qarab qolib ketib qoldi. Bitta pastapga olsam bo'lagan telefon qo'ygan. O'zim yakka qiynalib qolargan. Kunlar zo'r isayapti. Ana bugun yerga tegizib qo'yganman-da. Hozircha jimjit. Yaxshi sudradi, ulgurmadim-da. Yana tortyapti. Sazanning maydasi ham bor ekan. Bolalagan-da. Nima qilib qo'yib yuboramiz uni. Sazan o'ta sho'q. Yog'li baliq masakan. Ko'kimga qarab, telefonga qaramay qolibdi. Mana zo'rlar, non tashab qo'yishibdi. Prosta aytdi, hobbiga tomosha qilishadi-da. Shunga baliq chiqyaptimi, tevaga yo'qmi deb qo'yib qo'yishgan. Bugun ochilish kuni. Bundan xudo xolasa ko'lda ochamiz. Mana dala joy, salqin. Sharoitlar udar bor va shi maza qilasizlar. Xudoga shukr. Ko'llar ko'paygani yaxshi. Maza qilib dam olasiz. Ishdan keyin kelib 1 soat o'tirsangiz ham miyangizni masaj qilib uyga borib, hech narsa bo'lmaganda hamma yo'qni unutib boraverasiz uyga. Mas'ullar bir chiroyli turibdi. Joyni o'zgartirdim. Mayda uryapti. Yaxshi tortyapti. Sazanning maydalari ham bor ekan-da. Xudo xolasa ko'ramiz. Sudrab borsin. Qani boschi mujik. Sudrayapti-da? Sal sudrayapti. U ko'rmaganda batda barilar. Pauza qilib turamiz, ko'ramiz. Assalomu alaykum Farg'ona Fishermen kanalining kuzatuvchilari, obunachilari. Farg'ona viloyat Toshloq tumani Xonariq qishlog'ida baliq ko'li ochildi. Hozir men sizlarga sharoitlarni ko'rsataman. Podpiska, like bosib turinglar. Kuzatishda davom etinglar. Hozir bitta akaxonimiz baliq ushlabdi. Nimada bochkada. Hozir men ko'rsataman. Mana suratdagi. Necha soatda yo necha minutda nechta baliq ushladingiz? Bo'lsa bir 20 minut bo'ldi deb 3 ta oldim, bitta qochirdim. Qo'ljon do'stlar ash baliqlarni solib qo'yibdi deydiki, hozir olsin ko'rsatamiz. Olamiz. Mana yana bitta baliqchi. Ko'tarsa urab. Ko'taradi qalmag'ing, siz tevaga ko'tarib. Ne ko'tar chiqadi. Ko'taradi, nimaga ko'tarmaydi? Mana suvdan uzding. Urab qo'yibsan-da. Mana. Ashini ko'tara olmasa qalmag'ing. Cho'lchang iloding bo'ylantayda. Bir qarashda 200 gram, 300 gram.
Yana bir ko'limizda. O, yaxshi ekan. Sho'kat aka. Mana normalligi. Mana. Keyin syomka qilyapman, qalmayman ushlab turib, sekin yilkadan olasan. Kep. Baqa chiqarib olyapman-da. Og'zini ko'tarish kerak-da buni. Nafas oldirsang charchaydi. Bittada o. Mana. Ha, normalniy aka mana. 1 kilo. Ha, 1 kilo kilo. Bu ko'lni nomini nima deb ataymiz? Gulbahor ko'li? Ayol kishi nomini qo'ymagin-da. Endi ayol kishi bo'lsa kelganli bo'ladi. Keldi bahor qilib qo'yur. Baraka ko'li deb ko'rdim. Ha, baraka ko'li. Baraka ko'li mana. Zo'r mana. Qulluq bo'lsin. Baraka ko'li deb nom qo'yamiz ko'lga. Mana kelaverasizlar gruppadagilar. Mana bugungi natijalar mana gruppadagilar. Kelaverasizlar. El qatori 50 ming so'mdan ochildi mana. Bugungi natijalar. Bir 6 kilolik kuchuyimiz sindirib ketdi endi. Kelagan oxirgi natija mana shu bo'ldi. Ko'lda egasi bittadan kattadan berdim. 1 kilodan jicha oshiqroq. Do'stim bilan bugun mazali dam oldik oshna. Albatta. Zo'r bo'ldi. Bu natijalar ham yomon emas, bo'lgan. Kelaverasizlar. El qatori 50 ming so'mda shu zaman bitta qalmada ushladim. Eski mesli baralamani, yo'qsiz baralamani. Tashi zo'r baralar, haqiqiy sajalla. O'zilkanni karib bor bitta.